Hozirgi kunda O'zbekistonda eng trend rang mashinalar uchun bu qora rang. Bizda qora rang Cobalt'imiz bor. Davron aka, mashinamiz yili nechinchi yil? 2014-yil. 14-yil. Motorlar qanday aka? Xarajat yo'qmi? Motor umuman ochilmagan, ishlanmagan. Moy yemaydi. Moy yemaydi. Hadovoylar qanaqa? Hadovoy udor. Zo'rda, xarajat yo'q hadovoyda. Umuman hadovoy emas, umuman mashinada xarajat yo'q. Mashinaga nimalar qilgansiz aka qo'shimcha? Qo'shimcha monitor qo'yilgan. Rollar o'ziniki? Magicar pulit qo'yilgan. Chexol qo'ylik. Super salon ekan, rollari ham pultli bo'lgan, a? Konditsioner bor. Super salon, konditsionerlari bor. Metanimiz nechtalik? 90 talik metan. Kraskalari qanday aka? Kraskalari mana bu ikkita eshikni bitta yangi shofyor ozgina tirnab olgan. Rasm videolari bor. Ular yetmagan. Mana ichga o'tmaganda. Ozgina qirilganligi uchun. Bagajni ham ochib ko'rsak bo'ladi. Bo'ladi. Metanimiz bor, 90 talik dedingizmi? 90 talik. Mana metanimiz. Metan benzinga yuradi mashinamiz. Orqa qismini ham ko'rsatib yuboring. Biz butun deydimi o'shanaqa. Davron aka, mashinamiz qancha yurgan? Mashinamiz o'zim to'g'risi birinchi qo'ldan olganman. Ya'ni men o'zim ikkinchi qo'ldan olganimda Toshkentga kira qilganman. Taksi qilgansiz. Taksi qilganman. 180 mingga deb olganimda, hozir 500 dan oshgan. 500 dan oshgan ekan. 2014 qora Cobalt narxini qancha qilib beramiz aka? Narxini 7900. 7900 a? deyapmiz. 7900 kelishiladigan joyi bor. Telefon qilsa kelishtirib berasiz, to'g'rimi? Variantga berasizmi yo'qmi? Yo'q, variantga emas. O'zim mashina olmoqchi emas, mana shu orqada turgan mashinaga o'xshagan mashina. Naqdga arzonga qilib bermoqchi, telefon qilib kelishaveramiz. Akam nomerini pastda qoldirib ketamiz.